Sizga birinchidan yaxshi niyat kerak. Aha, ikkinchidan soqqa kerak. Ikkinchidan soqqa kerak. Sanjar aka, mana ham shunaqa uyim bor. Xuddi shunaqa fasad izolyatsiyasini qilishim uchun menga nima kerak? Buni nima afzalligi bor? Sizga birinchidan yaxshi niyat kerak. Aha, ikkinchidan soqqa kerak. Ikkinchidan soqqa kerak. Aha. Xo'p. Bu suxoy montaj turi. Aha. Buni afzalligi ko'proq menga yoqadi. Bu montaj turi. Hop, effektivligi qanaqa bu suxoy? Effektivligi jitkiga qaraganda ancha yaxshi. Mustahkamroq. Ancha effektivniroq, komfortniroq va bizning iqlim sharoitiga to'g'ri keladi deb o'ylayman. Xo'p, masalan, bu xonadonga necha kvadrat hozir shu chiqadi? Qancha chiqadi? 100 tarafi 100 kvadrat. Ha? Yon taraflariga jiddiy montajga berilgan. Yon tarafga izolyatsiya qalinligi 70 mm, 7 sm. Nimani hisobiga oldiga suxoy, yonlariga jiddiy. Imorat egalarini dunyoqarashlari, o'zlarining fuquslaridan kelib chiqib, niyat qilgan ekanlar, oldilariga demak tosh qilaman deb. Shuni hisobidan men suxoy montajni tavsiya qildim va plotnislarini, qanaqa montaj qilinishlarini ham tushuntirib berdim. Tosh qiladigan ko'plab ustalar, men o'zim ham eshitdim, menimcha suxoy montaj juda ham qo'ldan keladi qilish. Yo'q, hammani ham qo'lidan kelmaydi. Oson narsa deb o'ylashadi, lekin o'zini ustasi qilgan ma'qul. Demak, o'z ishini professionalga topshirgan yaxshi. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, suxoy montaj, jiddiy montaj. Srogi qaysi biriniki tezroq? Qanaqa so'roq? Tayyor bo'lish muddati. Tayyor bo'lishi ikkalasini ham bir xil maromda qilsa bo'ladi. Qaysidir biri osonroq, vohliroq degan narsa yo'qmi bunda? Yo'q. Sifatli, to'g'ri suxoy fasad izolyatsiyasini, ya'ni ventiliruемый, havo aylanadigan montaj turi kerak bo'lsa, albatta Sepa doktorga murojaat qiling.